Men Amerikani zo'r davlat deb o'ylab yurardim. Avstraliyani ko'rmagunimcha. Shu darajada yoqib qolganidan logistika biznesini shu davlatda ochsammikan deb o'ylab qoldim. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, nima uchunligini aytib beraman. Sizga ham bu davlat yoqsa, videoga bitta like sizdan. Avstraliyaning Sidney shahriga marafonga yugurish uchun kelgandim. Yugurdim, tog'larga bordim. Kenguru, koalalarni ko'rdim, dengiz mahsulotlaridan tatib ko'rdim, kemada sayohat qildim, plyajlarida maza qildim. Bu yoqda odamlar orzu-havasim deb ortiqcha ishlamas ekan. Hayot bilan ish balansini juda ham ideal ushlashar ekan. Ortiqcha stress, ortiqcha ishlash yo'q. Ish va hayot balansi ideal ushlab, vaqtini katta qismini plyajlarda, park va yashil bog'larda o'tkazishar ekan. To'g'risini aytsam, bu yoqda xalqni ko'rib, bular o'zi ishlaydimi, yo'qmi deb o'ylab qoldim. Keyin o'zimga bir qaradim. O'zi nimaga buncha ko'p ishlayman deb. Axir hayotda hammamiz bir marta kelamiz-ku. Mayli tanlov har kimning o'zini qo'lida. Lekin mendan kimdir Amerikani tanlaysanmi yoki Avstraliyani deyishganida qo'rqmasdan shu yo'lni tanlagan bo'lardim. Chunki 7 kunlik sayohatim davomida hali bu davlatda minus tomonini ko'rmadim. Agar Avstraliyani o'z ko'zingiz bilan ko'rishni istasangiz, Tripstar kompaniyasiga murojaat qiling. Sizga bu mavzuda yordam beramiz. Bu videoni shu yo'lga birga kelishni reja qilayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.